Assalomu alaykum. Birinchi bizda o'z kanalining ashaddiy muxlislari hamda yangi kelgan mehmonlar. Kanalimizda yangi bo'lsangiz obunani bosib qo'yamiz va layklarni bosamiz. Sotiladigan texnikalaringiz bo'lsa, agregatlaringiz bo'lsa, avtomobil, yuk avtomobillaringiz bo'lsa, marhamat, reklama xizmati nomerlariga bog'lansangiz texnikalaringizni reklama qilib, chiroyli qilib sotishga yordam qilib yuboramiz. Bizni birinchi bo'lib kuzatayotgan muxlislarimiz qayerdan kuzatayotgan bo'lsangiz, kommentariyaga yozib ketishingizni so'raymiz. Layklarni bangillatib bosamiz akalar. Qashqadaryo, Surxondaryo, Samarqand, Toshkent, Xorazm, Qoraqalpoq, Namangan hamma tomondan vodiy bosamiz, layklarni bosib tarqatamiz. Biz ko'p gapirib yotmasdan video roligimizni boshlaymiz akalar. Qo'llab-quvvatlab tursalaringiz, video roliklarimizni har kun chiqaramiz xudo xolasa. Ana endi sotiladigan texnikalar bilan birin-ketin tanishib chiqamiz. Mana bu ekranda ko'rib turgan ajoyib holatda bo'lgan T40 traktorimiz sotiladi. Qo'shimcha apparati bilan, prispodborchik apparati bilan sotiladi. Manzil Buxoro viloyatida ekan. Motorlari yog' yemaydi. Stator akkumulyatorlari zo'r, sostenasi o'ta zo'r holatda, korobkalar remont qilingan, rollar gidravlika, balon holatlariga keladigan bo'lsak 70%. Bir kalitda yonadi traktorimizda. Kilitlardan muammosi yo'q. Qo'shimcha prispodbor apparatimiz Class 60 markasi, germaniyskiy. Prispodborchik ham zo'r ishlaydi. Xullas, komplekt sotiladi traktorimiz. Marhamat, kimga ma'lumotlari kerak bo'lsa, batafsil ekrandagi raqamlarga telefon qilishingiz mumkin. Narxiga keladigan bo'lsak, narxi 100 million, yana oz-moz kami bor. Navbatdagi sotiladigan texnikamiz mana bu ekranda ko'rib turgan ajoyib holatda bo'lgan Yumuzi rusumli traktorimiz sotiladi. Rollari gidravlika, pompalar yangi qo'yilgan, raspliterlari yangi qo'yilgan, 4 ta balonlari ham yangi. Marhamat, yana qolgan batafsil ma'lumotni ekrandagi raqamlardan olishingiz mumkin. Kimga qiziq bo'lsa, narxiga keladigan bo'lsak, narxi 60 million, yana oz-moz kami bor. Ikkita kovushni ham qo'shib beramiz. Ikkita kovush ham borib aytib o'tishgan bizdagi ma'lumotlarga ko'ra. Sizda ham sotiladigan texnikalaringiz, agregatlaringiz bo'lsa, marhamat, reklama xizmatiga telefon qilishingiz yoki Telegramdan yozishingiz mumkin. Reklama xizmati nomerlari video boshida. Navbatdagi sotiladigan texnikamiz mana bu ekranda ko'rib turgan ajoyib holatda bo'lgan MT80X traktorimiz sotiladi. 2023 yil ishlab chiqarilgan, motorchasi 1100 soat ishlagan. Motor, korobka, zadniy motor hamma joyi yangi, hech qayer ochilmagan, radnoy turibdi. Narxiga keladigan bo'lsak, narxi 260 million, yana kami bor. Ekrandagi raqamlarga telefon qilib, batafsil ma'lumotni akamizdan olishingiz mumkin.
Hali hech qayeri ochilgan emas. Yili 2023ning oxiri. Texpasport 24 ta. Balonlari 80-90% yangi. Ishlagan soati ham 1100 ishlagan. Motojas. Hech asilmagan. Hamma yoq radnoy. Kulish teggan joyi yo'q. Grafikka ishlagan soat. Navbatdagi pul topar texnikalardan biri 892 Belarus traktorimiz ham sotiladi akalar. Ishlab chiqqan yili 2022 yil ishlab chiqarilgan, 2023 yil olingan. Motochas soati 1650 soat ishlagan. Motor, korobka, zadniy hamma joyi radnoy turibdi. Traktorimiz hech qanday xarajati yo'q. Olasiz, minasiz, ishga tayyor. Narxiga keladigan bo'lsa, alohida kelishilsa navbatdagi sotiladigan texnikamiz mana bu ekranda ko'rib turgan ajoyib holatda bo'lgan Lavol 504 rusumli traktorimiz ham sotiladi. Manzil Namangan viloyati Pop tumanida. Katta shassi sotiladi. Yili 2023-yil dokumentalni ishlagan, soati 1370 soat ishlagan, hamma joyi radnoy, hech qayer ochilmagan, 100% garantiya beriladi. Old balonlar pachka yangi qo'yilgan, qo'shimchasiga 4 korpusli pulugi hamda 9 talik chizili qo'shib beriladi. Narxiga keladigan bo'lsak, juyagi ham bor ekan, juyagi ham beriladi. Narxi 190 million, yana oz-moz kami bor. Ekrandagi raqamlarga telefon qilib batafsil ma'lumotni olishingiz mumkin akamizdan. Sizda ham sotiladigan texnikalar, agregatlar, avtomobil, yuk avtomobillari bo'lsa, marhamat reklama xizmatiga bog'lansangiz, texnikalaringizni chiroyli qilib YouTube'ga joylab beramiz. Reklama xizmati raqamlarimiz video boshida. Navbatdagi sotiladigan texnikamiz mana bu ekranda ko'rib turgan ajoyib holatda bo'lgan ZIL 130 mashinamiz sotiladi. Ramallari butun, motorlar Ural motor qo'yilgan, korobkalar zo'r, balonlari yangi, orqasi 4 ta baloni Yevro balon yangi qo'yilgan. Metan 50 talikdan 8 ta gaz balon bor. Mashina polni yangi qilingan, garantiya danliga haydasangiz ketadi. Mashinamizning yiliga keladigan bo'lsak, 1989-yil ishlab chiqarilgan, dokumentlarida umuman muammosi yo'q. Olasiz, minasiz, ishga tayyor, soz holatda. Manzil Jizzax viloyati Andosoy tumanida ekan. Texnikamizning narxi 80